har bir munosabat kim bilan bo'lishidan qat'iy nazar u biz uchun yangi dars. Mana shunaqa ko'z bilan qarashimiz kerak bo'ladi. Bu dars siz uchun juda ham ajoyib bo'lishi mumkin. Juda ham zavqli bo'lishi mumkin. Chunki ajoyib bir do'st edi. Juda ham mehribon, mushfiq turmush o'rtoq edi. Tushunyapsizmi? Yoki bu dars juda ham achchiq bo'lishi mumkin. Juda ham alamli bo'lishi mumkin. Lekin achchiq va alamli degani endi men yashay olmayman. O'zim qatl qilishim kerak, halok qilishim kerak degani emasda. Bu dars edi. Har bir munosabatga kirganingizda his qilishingiz kerak bo'ladi. Bu munosabat men uchun hayotimda yangi bir dars, yangi bir saboq, yangi bir hikmat. Shuning uchun oqil inson doim 3 ta tasavvurda bo'ladi. Misol uchun o'sha 3 tasavvurning bittasi oqil insonning tasavvuri. Aytadiki, kullu ma yahdus fi hayati yahdus li ajli dedi. Hayotimda sodir bo'ladigan har bir voqea, har bir hodisa men uchun saboq, ilm, dars va ma'rifatdir dedi. Nimandir o'rganasiz, nimandir olasiz, nimandir ta'lim olasiz va davom etaverasiz. Tushuntira oldimmi? Juda ham ajoyib. Demak, har qanday munosabat endi biz osmon uzunda yerga tushdi deb qaramaymiz. O'zimizni halok qilmaymiz. Aytamizki, bu ham bir dars ekan deymiz. Lekin og'riqli dars bo'ldi deysiz. Alamli dars bo'ldi. Ajoyib bir dars bo'ldi deysiz. Chunki men bu narsadan falon narsani o'rgandim deysiz. Chunki yer yuzida hech kim mutlaq ustoz emas. Hech kim mutlaq shogird emas. Biz doimo nimandir o'rgatamiz, bilib bilmasdan odamlarga. Yoki doimo nima qilamiz, bir vaqtning o'zida nimandir o'rganamiz. Hatto kichik chaqaloqdan ham juda ko'p narsani o'rgansa bo'ladi. Chaqaloqdan beg'uborlikni o'rganasiz. To'g'rimi? Samimiyatni o'rganasiz. Katta bo'lgan sari biz bu narsani go'yoki biz kulishimiz ham o'zgaradi. Kulishimiz kerak emas ko'p. Beg'uborlikni unutishimiz kerak bo'ladi va hokazo. Umuman olganda o'zimiz mavzuga qaytadigan bo'lsak, birinchi oladigan narsamiz bu narsa biz uchun dars edi. Shu yerda bir guvoh bo'lgan oila bor. Eri ikkinchiga uylangan. Endi ayoli bilib qolgan. Ayoli bilib juda yomon holatga tushgan. Endi shunaqa holat bo'lgan, yig'ishtirib ketaversinmi yoki shundan bir dars olsinmi degan. O'sha yerda yaxshi ham bir qadriyatli tushunchasi bor ayol ekan. O'sha yerda aytib beryapti, endi tanishimiz. Qilgan ishi shu bo'ldiki, ko'proq zikr, ko'proq duo va sabr bo'lgan. Va o'z-o'zidan boyagi ikkinchi oila qurgan. Ikkinchi oilasi o'zi vaqt o'tgandan keyin yo'q bo'lib ketgan. Va shu xulosa olganim, dars olganim shuki deydi. Ayolimni birinchi ayolim qanchalik ko'proq yaxshi ko'rishimni bildim. U meni qanchalik ko'proq yaxshi ko'rishligini u ham bildi deyapti. Va bu o'sha tushib ketdim deb o'ylagan, boyagi pulsdagidek. Tushib ketdim deganimiz o'zi aslida yuksalishimizga bir turtki bo'lgan ekan. O'zimizni ochilmagan qiralarimiz ochdik deb aytib beradi. Shunaqa. Shuning uchun oilada bo'ladigan nizolar ba'zi o'rinda yaqinlashtiradi. Chunki ikkinchi tomonning asl tabiatini bilasiz. Nimaga muhtoj ekanligini anglaysiz. Nima narsa qilishim kerak ekanligini tushunasiz. Nima narsa qila olmayapsiz, buni anglab yetasiz. Tushunyapsizmi? Tushunyapsizmi? Ya'ni bu juda ham muhim. Ba'zi nizolar faqatgina yaxshilikka sabab bo'ladi. Alamlar bizni faqatgina kuchli qiladi. Agar o'ldirmasa. Albatta. Qaysi og'riq bizni o'ldirmasa, bizni faqatgina kuchli qiladi. Adashmasam bu so'z 1888-yilda gapirilgan edi. Nietzsche tomonidan adashmasam. Endi qarang, endi bu birinchi oladigan narsa. Biz har qanaqa munosabatning nihoyalanishi, vidolanishi bo'ladimi, to'xtaydimi? Biz 5 narsani olishimiz kerak bo'ladi. Birinchisini oldik, bu dars edi. Ikkinchisi, siz
taqdim qilgan narsaga aslo afsuslanmang. Juda ajoyib. Mana shu joydan boshlasak ham bo'lardi o'zi aslida. Munosabatlarda taqdim qilgan narsangizga aslo afsuslanmang. Tugallangan munosabatlarda. Albatta tugallangandan so'ng. Nimaga? Chunki ko'pchilik shuni aytadi-da. Men shuncha narsani berdim deydi. Men mehrini berdim. Men yaxshi ko'rdim. Men muhabbatim berdim. Men hayotimni berdim. Men yoshligimni berdim deydi. Bu narsalar bormi? Bor albatta. Buni inkor qilib bo'lmaydi, Umar. Yuqoridagi so'zlar bor. Lekin keling biz boshqa jihatdan qaraylik-da. Tushunasizmi? Boshqa tomondan qaraylik. Ya'ni yoki sal tepaga chiqaylik. Qancha tepaga chiqsangiz pastdagi narsalar kichik ko'rinadi. Biz sal ongliroq qaraylik. Men doim aytaman ayollarga, ayolning birinchi sharafi, birinchi missiyasi yer yuzidagi u onalik edi. Onani kimga qiladi? Ayol kishi onani farzandlariga nisbatan qiladi. Lekin men savol beraman. Aytamanki, nima uchun ona birinchi o'rinda onaligini o'ziga qilmaydi? Har bir ayol birinchi o'rinda o'ziga ona bo'lsin deyman. Farzandlarni sevarmidik? Ona sevadimi? Sevadi. Yaxshi ko'radimi? Yaxshi ko'radi. Ehtirom qiladimi? Ehtirom qiladi. Tinglaydimi? Tinglaydi. Og'ir kunida yonidami? Yonida. Bolalarga hadya beradimi? Beradi. Va hokazo. Gapirsak to'xtamaydi-da. Buni onalar his qiladi. Biz faqat gapdan yo'q o'ta olmaymiz. Biz his qila olmaymiz Umar bu narsani. Lekin nima uchun ona onaligini birinchi o'rinda o'ziga qilmaydi? Nimaga o'zini sevmaydi? Ijobiy ma'noda. Nimaga o'zini ehtirom qilmaydi? Nimaga azob uqubat yashamoqlikka o'zini mahkum qiladi? Nimaga o'ziga hadya qilmaydi? Nimaga o'zini tinglamaydi? Nimaga og'ir vaziyatda uning ehtiyoji bor edi? Uni xohishlari bor edi. Nimaga og'ir vaziyatda o'zining yonida bo'lmaydi? Ona bo'ling, lekin birinchi o'rinda bu ijobiy sifatlar farzandlarga emas, balkim o'zingizga ko'rinsin deyman. Bu birinchi o'rinda. Ya'ni biz taqdim qilgan narsa, bilingki, taqdim qilgan narsangiz, mana bir inson aytadi-da, men deydi, ajradim deydi. Lekin shuncha narsani bergan ekanman deydi. Lekin oqil odam aytadiki, men 10 bor uylansam ham doim shunaqa qilgan bo'lardim. Shunaqa bergan bo'lardim. Shu narsani taqdim qilgan bo'lardim. Mana shunaqa yashagan bo'lardim. Nima uchun? Chunki sizning axloqingiz shunaqa, axloqingiz. Sizning tarbiyangiz shunaqa edi. Sizning qadriyatingiz shunaqa edi. Sizning xarakteringiz shunaqa edi. Aslida siz sharafli inson edingiz. Sizning sharafingiz, sizning erkakligingiz kimdir sizni erkak deb bilishida bog'lanib qolgan emas edi. Yoki ayol kishini ayollikligi, uning sharafi, uning ehtiromi nima edi? Kimdir uni ehtirom qilmoqligida emas edi. Ayol kishi o'zini ehtirom qila oladi. Erkak ham o'zini ehtirom qila olardi. Gap mana shunda edi. Bir tomon ikkinchi tomonga taqdim qilaveradi yaxshiligini. Nima uchun? Chunki ikkinchi tomon unga haqli edi-da. Unga munosib edi, unga ahli edi. Agar unga haqli bo'lmasa, siz ahlisiz. Siz haqlisiz. Siz munosibsiz. Chunki sizning dunyo qarashingiz, sizning hayot yashashingiz, sizning hayot prinsiplaringiz, sizning qadriyatingiz, sizning tarbiyangiz, sizning ota-onangiz sizga shu narsani o'rgatgan deyiladi. Bu narsani misoli ko'p gapirganmiz, xuddi bumeranga o'xshaydi. Siz qilasiz va albatta sizga qarab qaytadi. Tushuntira oldimmi? Demak, hech qachon taqdim qilgan narsangizga afsuslanmang deyiladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, qancha narsani taqdim qilgan bo'lsangiz ham afsuslanmang. Chunki siz shunaqa insonsiz. Siz shunga munosibsiz.